Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana tabobat olamimizga Yoqubjon akaning oldilariga bir bemorimiz kelgan ekanlar. Oldindan bizdan giyohlarni olib yurar ekanlar. Hatto inilarga ham olgan ekanlar, o'g'illariga ham o'zlariga ham lichina qilgan ekanlar. Xudo xolasa yaxshi natija bo'lgani uchun hozir o'g'illarni olib ketdilar. O'g'illarga dorilarni berdik. Ich ketib butun tabletka bilan chiqdilar. İçi to'xtamasdan hozir mana bizga kelibdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hammanglar. Men Yangiqo'rg'on tumani Elatan qishlog'idan keldim. Farzandim, men To'lasheva Vasila. Farzandim yazva bo'lgan. 3 oy, 4 oy davomida doktorlarga borib lichena qildirganman. Davosi bo'lmagan. Yoqubjon akaga kelganman. Kelishida 3 kun ichida yazvalari ketgan. O'zimni inimni ham olib keldim. O'ta qattiq og'ir holatda. Hozir mana 1 oyda hech halgisi yo'q. Ichaklari yaxshi. Men o'zim ham sakrashayni olganman, miyam og'rirdi. Sheyga kelib, ko'rinib 3 kun ichida damlamalarni ichdim. Juda chiroyli. Hozir umuman boshim og'rimayapti. Hozir bezovta qilmayapti. Yo'q. Hammanglar kelishingni tavsiya qilaman. Bizning giyohlarimiz masalan boshqa tabiblarga qaraganda yo boshqa bir ukoldorlarga qaraganda arzonmi, qimmatmi? Arzon. Biror marta bir nojo'ya ta'sirlari bo'lganmi? Yo'q. Nojo'ya ta'sirlari bo'lmagan-a? Hammasi zo'r. Xudo xolasa Allohning yo'lida nima qildik? Hozir iningizga nimaga olgandingiz? Ichakda qidalgisi bordi, o'ta kuchli edi uni. 3 kursni, 4 kurs lichena oladi deyishganda, endi pulimiz yo'q bo'lgan u paytda. Endi doktorlarga ko'p ham ishonmayman-da, masalan. Davo topmadim. Sheyga keldim. İçeride grija bo'lganmidi? Bo'lgan. Grija bo'lgan. 3 kunda ta'siri bor-da, zo'r bo'lib qolasiz. Bu bola o'zi qayda o'zi o'sha uka? Hozir Qozoqqa ketdi ishlagan. Yo'q, Alloh shukr. Mana bizdan giyohlarni olib, ichib, o'zi Qozog'istonga ishlagani ham chiqolmaydi degandi. Doktorlar ishlash mumkin emas degandi. Hozir mana bu o'g'ilchangizga nimaga keldingiz? Mana shu qorni og'rib, ichi ketib, o'ta hali ko'ngli aynib, yomon holatdamiz. Hozir dorilarni oldik, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Assalomu alaykum. Yoqubjon aka, nima dorilar bergandingiz bularga? Men bularga damlama, parashok dorilar berdim. Shu bergan dorilarimni mana bir 3-4 kun ichib foydasini ko'rdingiz. Birortasi jon qilmadimi dorilarimiz? Ziyon yo'q. Dorini men aytganday qildingiz, shifo oldingiz. O'sha holatda qildim. Avvalo shifoni Alloh beruvchi. Biz sababchi ekanmiz. Sizga Alloh shifo ato qilsin. Hech qachon dard ko'rmang qizim. Lekin mahalla ko'ydagilarga bitta savob bilan aytib qo'ysangiz. Bizda joylarga tavsiya qildim. Bizda giyohlarimiz hammasi tabiiy giyohlar. Bu tabiiy giyohlarni hammasini har joydan oldirtirib, o'zimiz Ibn Sino metodi bo'yicha tayyorlaymiz. Mana bu psoriaz kasalliklaridan masalan aziyat chekayotganlar bor. Ayniqsa jigar kasalliklaridan, jigar kasalliklarini bitta giyoh bilan davolayman deb turib, ko'p nojo'ya ta'sirlari bo'lyapti. Bir jigar sirrozlariga mana bunaqangi giyohlardan ichish kerak. Jigar faoliyatini tiklaydigan, jigar to'qimalarni tiklaydiganlardan ichish kerak. Bizda hamma narsa giyohlarimiz tabiiy. Bu yerda bir reklama yo nima uchun emas, faqat manfaatimiz tegsa biz xursand bo'lamiz. Doim eshigimiz ochiq, qizim. Bemalol vaqtingiz bo'lganda 3-4 kun dorilarni ichgandan bir kelib purinib ketishingiz mumkin. Lekin parhezga amal qilinglar. Bular har bir narsalar qurut, achchiq narsalarga tut yemassin hozir. Nimaga tutlar ba'zi yerda to'kilgan ham olib yeydi bolalar, chang tekkan. Ko'ryapmizda chang tekib qolgan, yuvmay yeydi bolalar. Ba'zi gilos chiqyapti, mana qulupnay chiqyapti. Shularni yeyishda e'tibor beringlar. Iloji boricha yemay tursin. Bizda masalan shunaqangi bemorlar borki, ko'p joylarga borib shifo topa olmasdan yurganligi. Tavsiya eta olasizmi? Tavsiya etaman. Hammanglar qanaqangi holatda kasal bo'lishinglardan qat'iy nazar sheyga kelishinglarni tavsiya qilaman. Haligi olib ketgan dorini Damlama ichdim, zo'r bo'lib qoldim-da. Qon oldirib tashlang devdimmi? Venangizdan oldirib tashladingizmi? Oldirdim. Necha gram? Necha gramdir? 2 marta 20 gramni oldirib tashlang dedim. Oldirib tashladingiz. Oldirib tashladim. Shu bilan qutuldingiz darddan.
maza bo'lib qoldim lekin. Amin. Parvardigor Alloh taolo shifo topsin. Vaqti bemal aql o'qitgansiz kiraylik qizim. Bizda dorilar bir muncha arzon, bir muncha nimalarimiz bor, yordamimiz. Rahmat. Bu bilan siz doim meni eslab yurasiz. Biz endi qo'limizdan Duo kelgan qilyapman. Uzoq umr namozingizda duo bersin qiling. deyapman sizga. Parvardigor. Uzoq umr so'rayman. Ha, ming Chunki rahmat. haligida tushkun holatda o'tib yurardim-da, vasvasga o'xshab, haligi boshim og'riganda bolam o ko'zimga oldimga kelib ketadi, o'lib qolarmikinmi? Shunda deb kelgandingiz, boshdan kelgandingizda esladim. 3 kun ichdim. Mashina bo'lib qoldim-da. Har kuni duo qilaman-da. 3 kundan ichib masalan Zo'r bo'lib ba'zi qoldi holatlarda 3 kunda effekt bermaydi deydi-yu, lekin 3 Yo'q, kun beradi ichganda ya. o'zi og'rib qoldi, keyin ag'ida necha kun ichdingiz? 2 kun ichdim. Bir haftada o'sha bir haftada zo'r bo'lib qoldim. O'sha qolgan nimalarni olib qo'ydim, yana agar mabodo. bo'lmasin. Bo'lmaydi. Ammo o'shandan beri mana 1 oy bo'ldimi, oldingizga kelgan birorta dori ichmadim. Alloh shifo bersin qizim. Biz qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz. Ko'chalarda masalan ishga chiqqanimda, dalaga chiqqanimda haligi ayollar ko'pincha "Mendaqa bo'lyapman, yazvam bor" deydi. Rossa ko'pchilikka tavsiya qildim, nomerlaringizni berib qo'ydim. Anqalay kasal bormi? Hammasi. Prostata bezmi, kanalda gemorroy, bo'y kasalga O'shada Endi shifo Allohdan, bandasi sababchi.